Ekranım görünüp turib yo'qmi aytib berasiz hozir. Göründümü? Adamla görünüyor. Çok yaxshi. Görsen Demek, bugungi mavzumuz Android interfeysi bilan ishlash, ya'ni unda line layout, constraint layout, relative layout, scroll view va boshqa layoutlar, unda text view, edit text, button, image view, recycle view kabi view elementlari bilan ishlash, ya'ni ular orqali UI yaratish mavzusini o'tamiz. Demek, mavzu bo'yicha o'zi UI nov ekanini ko'rib chiqadigan bo'lsak, UI bu qisqartma so'z bo'lib, kengaytmasi user interface deb aytiladi. Bu degani foydalanuvchi va dastur o'rtasidagi ko'rinib turadigan qism bo'lib, bu foydalanuvchi orqali dasturga muloqot qilishga yordam berar ekan. Misol uchun biz telefonlarga girdik-ku, telefonda programma giramiz. Programmada ko'rinib turgan hamma narsa bu UI deb aytiladi. Umuman telefoningizni ekraningizni yoqqandan ko'rinadigan narsani o'zi UI deb aytiladi. Ya'ni user interface, ya'ni foydalanuvchi interfeysi deb aytiladi. Endi bu yerda Androidda user interface asosan ikkita qismdan iborat. Birinchisi layout, ikkinchisi view. Demek layout degani nima? Layout degani joylashuv, view degani bu ko'rinish. Ya'ni bunda layoutda elementlar joylashadi, ichida viewlar joylashadi va viewlar qanday joylashishini tartibga soladi. Keyin view bo'lib bizga ko'radigan elementlarni o'zi, misol uchun text view, button, edit text va hokazo. Shu elementlar view hisoblanadi ekan. UI tuzilmasi, ya'ni bu qanday tuzilmadan iborat? Misol uchun XML hamda Java da iborat bo'ladi Androidda. Misol uchun yana biza Android Studio'ni ochadigan bo'lsak, Android Studio asosan Java hamda resurslar papkada iborat bo'ladi. Java papkada asosan biza activity'lar yoki Java class'larni ishlatadigan bo'lsak, resource papkada layout papkamiz bor va mana shuning ichida UI qismlari bo'ladi. Uchun XML layout ichida biza view'lar layoutlarni qo'yib joylashtirib, biza shuni dasturda ko'rsatib olish, activity'lar chaqirib, dasturda ko'rsatib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'sh. Asosan layoutlar resource papkaning layout degan papka, resource papkaning ichida joylashgan, layout papkaning ichida joylashadi. Ana endi view hamda view group degan tushunchamiz bor ekan. Androidda UI ning ikkita layout dedik, nima dedik, view dedik. Endi view layoutning yana bir tushunchasi bor ekan, bu view group. Ya'ni biza view deganni gördük, text view, button va hokazo shu narsalarni view group bilan layout ikkisi bir narsa. Ya'ni biza bu yerda liner layout, constraint layout, relative layout, scroll view va hokazo shu narsalarni view group deb olsa ham bo'ladi ekan. Demak, layout bilan view group degan tushuncha keladigan bo'lsa, chalkashib qolmanglar, view group shu layoutning o'zi. Buni tushuncha borligini ham aytib o'tayim dedim. Endi layoutning turlari bor. Bu yerda misol uchun layoutlar qanday turlardan iborat? Birinchisi liner layout. Liner layout nima bu? Bu view group sinfi bo'lib, uning ichida view elementlar ketma-ket, ya'ni vertikal yoki gorizontal yo'nalishda joylashtiradi. Ya'ni joylashuv orientatsiyasini belgilab beradi bu. Ya'ni shuni nimada yo'rib ketadigan bo'lsak, xo'sh, misol uchun biza qandaydir bir activity nima ochib olamiz. Xo'sh. UI ochib olamiz va shu UIda demak
qandaydir bir elementlarni joylashtirib ketjakmiz. Xo'sh. Dizayn misol uchun shu yerda bizning tayyor kodlarimiz bor edi. Aligner layoutda misol uchun ikki dona elementni kodini olib turamiz. Kodini olamiz va mana bu yerga tashiymiz. Color primary emas, black degan turaversin. Xo'sh, masalan, qara. Şimdi edit text va button viewlarimiz bular ikkisi joylashgan. Mana bu yerda liner layoutda orientation degan tushunchamiz bor. Bu orientation degan tushunchamiz mana shu elementni hozir vertikal deb yozib qo'ymiz. Shu vertikal holat, ya'ni tepadan pastga qarab taqlab kelayotir. Endi biz buni horizontal deb o'zgartiradigan bo'lsak, bu vertikal holatda joylashadi. Horizontal holatda yonma-yon joylashadi. Buning uchun biz edit textning atributlarini e'tibor beramiz. Edit textda width hamda height degan atributimiz bor. Bu o'zi umuman viewlarda width height atributi bo'ladi. Bular nima bo'ladi? Width atributi bu kenglik bo'yicha o'lchamini berish, height bu balandlik bo'yicha o'lchamini berish. Misol uchun buni ikkita qiymati bo'ladi. Match parent bu ekranni to'laligicha egallab olish, ya'ni o'zining view group, ya'ni layoutini boricha egallab olish. Wrap content o'zining o'lchami bo'yicha egallab olish deb tushunchaga ega bo'lamiz. Qarang. Wrap content dedim, button yanında görünüp turdi. Ya'ni bu horizontal desam yonma-yon, vertikal desam qanday? Zara tegma-teg tushirib berdi. Misol uchun buni button degan bo'lsam, button desam buni bir button bo'ldi. Endi shu button bilan yonma-yon nima qildi? Joylashib qoldi. Mana bu yerda margin degan tushunchamiz bor. Layout margin degan atributimiz bu. Margin bilamiz, webdan ham o'tganmiz. Margin degani surish bu. Elementni to'rt tarafdan surish. Masalan, buni olib tashlasham, hozir ikkita button bir xil nimada qoladi. Xo'sh, keyingisi relative layout. Ya'ni bu narsalar bor. Bu narsamiz asosan bizada view group sınıfı bo'lib, unda view elementlarini bir-birine bog'lash, ya'ni ota konteynerlarga nisbatan joylashtirish imkoniyatini beradi. Misol uchun bu elementining o'ngida tursin yoki ekranning yuqorisida yopishtirilgan holatda tursin degan tushunchani beradi. Buni batafsil ko'ramiz degan bo'lsak. Relative layout. Mana bu yerda relative layout qarang. Bu yerda yana batafsil ko'rsatib ham qo'yibdi. Misol uchun bu yerda relative layout quyidagicha kodda yoziladi va shu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda relative layoutning ichida elementlar joylashtirilgan va ularning o'zini nimasi bor? Atributlari bor. Hozir masalan bu yerda ko'radigan bo'lsak, birinchi turgan button elementimiz bizada align parent left hamda align parent top dedi. Ya'ni parent degani bu relative layoutga nisbatan aytilib turibdi bu. Buttonning parenti, ya'ni otasi bu relative layout. Mana shu yerda turgan buttonning otasi relative layout. Ana shu buttonimiz parent, ya'ni o'zining otasining chap tarafida tursin. Ya'ni bu yerda true degan qiymat beradigan bo'lsa, shu yerda tursin, chap tarafda tursin otasining. Va parent top dedi. Ya'ni otasining yuqorisida tursin. Ha. Demak bu chap yuqorida tursin desa, quyidagicha joylashadi. Top left button. Ko'rdingizmi? Ana endi ikkinchi buttonni o'tamiz. Bu align parent top. Ya'ni bu tepada turadi va align parent right, ya'ni o'ng tarafda turadi. Tepa o'ng, ikkita atribut bir vaqtda yozilgani uchun nima? Tepa bilan o'ngda joylashtirib berdi bizga. Keyin align parent left, ya'ni bu
chap tarafda tursin, bottom pastda tursin. Ya'ni button left button, bottom left button degani mana buni. Uchinchi tugma. Bottom left button mana bu text degan atributida yozib ham qo'ydi tekstini. To'rtinchi buttonimizga e'tibor beramiz. Bunda align parent right true, align parent bottom true. Ya'ni bu o'ng taraf pastda joylashsin degan ma'noda ishlatilib turibdi. Beshinchi tugmamiz bu center vertical true, center horizontal true. Ya'ni bu mana bu o'rtada turgan tugmani nima qilib turibdi? Joylashtirib turibdi. Ana endi biza relative layoutni ana shu qarindoshlik nisbatida joylashishi, ya'ni bu nima qilib turibdi? O'sha yerda yana bir qo'shimcha tushunchasi bor. Above hamda below degan tushunchasi bor. Bu nimani bildiradi? Misol uchun men shu kodni olaman. Kodni olaman. Xo'sh. Kodni olamiz. Polni copy qilib olsak ham bo'ladi. Xo'p. Xo'sh, bu yerga tashlaymiz. Endi o'sha yerda bir nima ishlatilgan fill parent degan narsa, bu shuna chalg'amagan fill parent match parent bilan bir xil, bu esa avval shunday ishlatiladi, hozir ham ishlatiladi, lekin bu ikkisida farq yo'q. Xalasak match parentda ikkisi ekan bo'ladi. Match parent ina yozdik. Demak, qarang. Hozir biza elementlarni joylashtirdik. Endi nima qilamiz? Misol uchun har bir buttonning o'zining ID'si bor. Bularni aytganman darslarimizda. Har buttonning ID'si bor hamda endi qarang, shu yerda misol uchun mana shu button 1 ni tagida button 2 ni joylashtirajakman. Button 1 ni tagida button 2 ni joylashtirajakman. Uning uchun men hozir mana bu right true'larni o'chirib turaman. O'chirdim. Va mana shu yerda below deyman. Below button 1. Va nima bo'ldi natijada? Natijada bu button 1 ning tagiga tushdi. Ya'ni bu below button 1 ga bog'landi degani. Button 1 ni tagidan joylashdi degan ma'noni bildiradi relative. Ya'ni relative layout bu qarindoshlik asosida layout qurish degan ma'noni ham bildiradi. Demak, relative layoutning asosiy maqsadlarini tushundingiz deb o'ylayman. Endi bu yerda hozir yana bir tushunchalarimiz bor. Constraint layout. Constraint layout bu relative layoutning rivojlangan versiyasi. Ya'ni hozirgi kunda eng ko'p ishlatilib turgan layoutlardan biri. Ya'ni bunda biza nima qilamiz? Relative layoutda biza asosan constraint layoutda asosan biza elementlarni bog'lab chiqish orqali, ya'ni zanjir yo'nalishida elementlarni joylashtirishimiz orqali ishlashimiz mumkin. Misol uchun mana shunda yo'ladigan bo'lsak, constraint layout uni relative layoutga o'xshash nimasi bor, atributlari bor, lekin bu sal boshqacharoq. E'tibor beramiz, bu yerda element joylashtirilgandan keyin constraint layoutga bu yerda elementni 4 ta tuguni bo'ladi. Yuqorida, pastda, chapda, o'ngda, chapda nuqtasi bo'ladi. Yoki bo'lmasam buni end, mana bu startda ham aytiladi. Xo'sh, mana bu yerga e'tibor beramiz kodda. Kodda text view elementining joylashish nimasi bor? View bor. Unda constraint layoutning ichida joylashgan. Ana endi constraint layoutda biza constraint bottom to bottom of degan tushunchasi bor. Bu nima bo'ladi bu? Ya'ni mana shu elementning pastki tarafi o'zining parentini ko'rsatadi keyin. To bottom degani o'ziga parent yoki o'ziga bog'lanmoqchi bo'lgan qismni, o'zi bog'lanmoqchi bo'lgan elementni pastki qismiga bog'lansin. Ya'ni bu yerda nimaga? Parentga. Parent bu constraint layout. Demak, bu constraint layoutga bog'lab turibdi bu yerda. Misol uchun shuni hozir tashlayman. Androidda. Ko'ramiz. Shu yerda qarang. 4 ta nima prujinning tortilgan
to'rtta nima tarafidan. Misol uchun bottom to bottom of, ya'ni bu mana shu narsani men o'chiraman hozir. O'chiraman, hozir mana shu pastki tarafga o'tishi kerak. Mana ko'rdingizmi? Pastki tarafga o'tib ketdi уже. Men buni o'zim UI orqali, mana shu dizayn orqali ham tortib pastga tushirsam, mana bu yerda kod qo'shiladi yana. Xohlasam kod yozishim mumkin. Masalan, to left of bu nima qiladi? Mana bu chap tarafni o'zining nimaningdir chap tarafiga, ya'ni nimaning chap tarafiga, paletning chap tarafiga bog'laydi. Ko'rdingizmi? Agar men shuni quyidagicha bog'lashim mumkin. Misol uchun to right of desam, bu quyidagicha bog'lanib ketadi. Ya'ni o'ng tarafiga, o'ng tarafni parentni nima qildim? Aylanib bog'lanib ketadi. Bunda trip kelib bog'lanadi bu. Tushunarlimi? Yozsam mana buni right of tanmanman, buni left of desam, nima bo'ladi? Umuman boshqa tarafa o'zi umuman teskari jarayon bo'lib ketdi. Demak, bunda bog'lashimizni o'zi mantiqan xatoligini bilib turibmiz, shuning uchun bunda bog'lasak bo'lmaydi. Keyin to top of, ya'ni o'zining tepasini parentning tepasina bog'lab qo'yadi. Ya'ni bu Castro layoutning vazifasi asosan elementni zanjir yo'lida tortish. Bunday layoutning chiqishidan asosiy maqsad elementlar UI dizaynda responsivelikni olib borish. Responsive degani moslashuvchanlik. Misol uchun biza elementni Android telefonlarimizning ekranlari razmerlari o'zgargan sayin elementning joylashish pozitsiyasi Castro layoutga nisbatan o'zgarib boradi. Ya'ni Castro layout o'lchami kichaysa, elementni ham joylashuvi shu orqali moslashadi. Natijada o'zaro ekran o'lchami kichraysa ham elementning ko'rinishi, ya'ni moslashuvchanligi yaxshi ko'rinishda, ya'ni nima yo'qolib qolmagan ko'rinishda joylashadi. Demak, e'tibor beramiz. Xo'sh. Keyingi nimalarimiz? Xo'sh. Frame layout bilan tezlashtirib qisqacha aytib o'tib, frame layout bu view groups, bu view elementlarini ust joylashtirish. Misol uchun bu bir element ustidan joylashtirib ketish uchun kerak bo'ladi. Table layout bu layoutlar hozirda ishlatilmaydi, ya'ni bu jadval yo'nalishida joylashtiradi. Web view bu asosan web sahifalarni ko'rsatib berish uchun kerak bo'ladi. List view bu asosan ro'yxatlarni, misol uchun Telegramda yana shunday ro'yxatlarning hammasi list view deb hisoblanadi. Tushunarlimi? Hammasi list view. Ya'ni ro'yxatlar qilib ko'rsatiladi bu. Keyin grid view bu grid viewga hozir ishlatilmaydi. Misol uchun mana bunaqa katakchalar bo'ladi. Misol uchun shuni nada ko'rsatib qo'yaylik. Qanchalik yaxshiroq. Grid view bo'lmagan. Bu yerda yo'q ekan grid view. Mana bu yerda bo'lgan. Grid view mana shu narsa, mana shunday joylashtirish elementni grid view deb aytiladi. Ularni deyarli hozir ishlatilmaydi lekin. Xo'sh, endi attributlari, misol uchun liner layout attributi bor. Bizda yana orientation, width, height, widthimiz nima bo'ladi? Width deganimiz bu kenglik, height balandlik. Endi weight degan narsamiz bor. Android liner layoutda buni ishlatadi bu. Weight degan narsamiz, weight degan tushunchamiz elementni nima qiladi? Elementni Androidda UIda elementni joylashishini, ya'ni taqsimlab beradi joyini. Misol uchun bu yerda weight sum deb nima qilsak, misol uchun shuni misolda ko'rsatib bering. Bunda ana grafik ko'rinadi, menimcha qarang. Xo'sh, buni vertical deymiz, horizontal deymiz. Horizontal hamda mana buni weight sum deymiz. Weight sum misol uchun 2 deymiz buni. Weight sum 2 deymiz va mana shu yerda widthni 0 dp deymiz. Edit textning va nimaning, buttonning ham widthni 0 dp deymiz. Ana endi biza bu yerda weight degan narsa ishlatamiz. Layout weight 1 va weight 1.
Ya'ni biz bu yerda weight sum 2 desak, ekranni o'zi 2 ga bo'ladi-da. Ana shu ikkita elementni weight sumda 1 desak, 50% 50% dan ikkisini nima qiladi? İkisini teng taqsimlab beradi. Ana shu narsasi shu weight sum. Gravity degani bu elementlarni qaysi nimada joylashishi. Masalan, centerda joylashami, vertikal, horizontal, bottom, start, end va hokazo. Shu narsa bo'yicha joylashtirib beradi. Misol uchun hozir biz shu yerda nimani olib tashlaydigan bo'lsak, weight sumni olib tashlaymiz. Misol uchun era weight ham kerakmidi, wrap content turaversin. Wrap content. Xo'sh, weight ni olib tashlaymiz. Demak, layout nimamizni, ya'ni viewda belgilanadi gravity. Xo'sh. Mana bu layout ichida bo'ladi bu. Misol uchun bottom desak, bottom center nima ishlamay qoldi. Xo'p. Bunda ishlamasa gravity deganimni yozamiz. Gravity uchun bu o'zidagi tekstda nima qilib turibdi? Xo'p, yaxshi. Menimcha nodir kechda xatolik bo'ldi. Xo'sh, endi bu yerda liner layoutni kodini ko'rdik. Xuddi shunday joylashgan edi. Endi relative layout mana ham ko'rib ketdik. Nima ekanini, kodlari, bog'lanishlari, constraint layout, endi scroll view. Scroll view now. Scroll view bizlara asosan ekranni sig'masa scroll qilish, ya'ni bu yerda ishlatadi scroll view. Shu yerda hozir scroll view haqida tushuncha bo'lmagan. Bor ekan. Xo'sh, bu yerda scroll view degan narsamiz bu elementni nima qiladi? O'zida elementni misol uchun sig'miqlardan ro'yxatlab bo'lishi mumkin tekstda. Ana shu vaqtda biz buni scroll view ishlatib beramiz. Ya'ni ko'rinmagan joyini bizlar shunday pastga tushirib ketadi. Misol uchun sample text deganimizda qandaydir bir tekst tashlaymiz. O'sha string sample text. Xo'sh. Strings Hop. Shart emas text column. Masalan, scroll view'na ko'rinmaydi. Tekstda ko'payib ketsa, shuni pastga qarab tushirib kelish uchun scroll view degan narsamiz bizga yordam beradi. Shu narsa shu. Xo'sh, inang. Misol uchun recycle view bu list view'ning rivojlangan versiyasi, ya'ni list view'ni ko'rsatdik-ku ro'yxatlarda. Shu narsa recycle view deb aytiladi. Image view bu rasm. Recycle view'ni hali to'liq o'tamiz nimada? Ro'yxatlarni ko'rsatishda. Misol uchun image view'ni ko'radigan bo'lsak, shu qism sizga kerak bo'ladi. Misol uchun scroll shart emas. Mana bu kodimiz ham shart emas. Image view. Misol uchun shu yerda bir rasm chaqirib olamiz. Bu asosan bitmap yoki drawable papkadan chaqiriladi. Ya'ni image view, men bu yerda rasm joylashdi. Tattirib buni bog'lab qo'ysak bo'ladi. Constraint layoutga. Tushunarlimi? Xo'sh.
Bugungi o'tiladigan mavzumuz shulardan iborat edi. Agar savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin.